Masalan, bolalar o'sha Lucky Block'ning biz ikkinchi qismini o'ynayapmiz sizlar bilan. Va men bu videoni olishdan juda ham xursandman, chunki bizda 3 ta olmos bor. Mana shu 3 ta olmosda men nima qilmoqchiman deb o'ylaysizlar? Men o'ylaymanki, bu ahmoqlik emas. Ana shuning uchun men kirka yasamoqchiman. Mana bizni birinchi olmoslik kirkamiz. Bu bizga kelajakda kerak bo'lib qoladi. Ana shuning uchun uni mana shu yerga qo'yamiz, faqat video kamerani olmadim bu yerga. O'tgan videoda esingizda bo'lsa, biz mana bu yoqqa borgan edik. Mana hozir ko'rsataman. Faqat tushib ketmasam bo'ldi. O'tgan videoda biz mana bu cho'lga borgan edik. Va cho'ldan keyin men boshqa orollarni topa olmadim. Boshqa orollar bormi o'zi bilmadim. Ana shu o'tgan safar kelgan joyimiz. Mana shu yerga keldik o'tgan safar. Bu yerda qum chopsam ham bo'ladi. Lekin biz bilmaymizki hali boshqa orollar bormi yoki yo'q. Biz buni kelajakda tekshirib ko'ramiz. Balkim bordir, xullas kim biladi. Sizlar agarda bu Minecraft modini o'ynab ko'rgan bo'lsangiz, menga kommentga yozib qo'yinglar. Chunki bu modni Minecraft o'zidan topsa bo'ladi. Va yana o'sha blok qazishda boshlaymiz. Va mana bu mitticha bizga bitta topshiriq bergandir, qaranglar. Nima deysiz? 12 ta loy blok chopdi. Bizda 12 ta loy blok yo'q. Ana shuning uchun chopishimiz kerakmi? Kerak bo'lib qoladi. Qani tushdim. Tushdi. 3 ta bo'libdi. Bizda 3 ta bo'libdi u narsadan zo'ru. Kirkan sinmasa bo'ldi-da. O'yla, yana shu. Blok qani? Ha, bo'ldi. Bu nima, kvarsmi? Oltin. Oltin bizga kerak emas. Oltinni boshimizga uramizmi? Ha, aytgancha axir bizda temir bor edi 2 ta. To'xtanglar, men hozir bitta narsa qilmoqchiman. Nima aytaylik? Bekkalasini qo'shib qo'yamiz. Qani temberlar mana 18 ta. Yerib turibsiz. Biz boshlangacha qazish ishlarini davom ettiramiz. Kvars. Bu nima? Biz birinchi qumli blokimiz bizni. Daraxt, yana qanaqadir oq. Ko'mir. Ko'mir bizga kerak bo'ladi. Yana undan daraja ham tushadi. Zumrud tushdi. Bizda o'zi ulardan 5 ta ekan. Öyle loyga aylan bo'pti. Bu loyga aylan bo'pti qo'rg'on. Asal blok. Yana blokimiz yo'q bo'lib qoldi. Shu van blokka nima bu? Ya'ni o ana. Loy. Bizga loy kerak bo'ladi, lekin 12 ta icha xolos. Yana shu blok. Tosh bizga kerak bo'ladi. Oltin bo'lsa 100% kerak bo'lmaydi. Kirkamiz sinmasa bo'ldi-da bolalar. Bo'lmasa bu juda ayanchli bo'lasdi. Jun blok bizga kerak bo'ladi. Nega? Chunki keyingi videolarda o'rtalarimni qo'shishim mumkin. Ha, yozgacha oz qoldi. Axir yozda qiziqarli videolarni kuting. Nimaga deysizlarmi? Yozda mana shu van blokni do'stim bilan videoga olishim mumkin. Bu nima edi? Lazuritmi? Ha, lazurit. Buncha ko'p tushdi. Lazurit bizga kerak bo'ladi, lazurit. Bu bizga kelajakda kerak bo'ladigan lazurit bo'ladilar. Bo'ladi bolalar. Orol yo'qmi boshqa nima bu yerlarda? Faqatgina bitta qumli orol bormi? Bu yoqqa qarasa ko'rinib turadi. Yoki ustash kerakmikan? Bilmadim. Ha, aytgancha bolalar, o'tgan qismda biz nayza yasaymiz deb nayzani qanday yasalishini esimdan chiqarib qo'yibman. Xo'p, bulujnik. Temir. Yana tosh, loy. Oltin boshimga uramanmi? Oltin bizga kerak emas.
Yashasın. Daraxt pishdi. Oh, ovqat. Ovqat bizga kerak. Hozir buni maydalaymiz. Qaniydi mana. Ya öyle o'xshamay menda. Ha bo'ldi. Temirlarni olib olamiz. Temirlar bizga kerak bo'ladi. O, loy. 12 ta loy bo'ldi. Park shop nima degani? Xo'sh. Nima bo'ldi? Mashina. Park shop mashinada. Menga cho'chqa go'sht kerak emas, men halolman. Men halol odamman. Men halol odamman, jinni. Ha, aytgancha robot gapirmayapti o'zgani. Nima mikrofonini o'chirib qo'ydimmi? Bo'ldi, mikrofonni yoqildi. Hey, Plus, nima sen meni o'chirib qo'yding? Ha, kechirasan, hech narsa bo'lmaydi. Hozir men seni ko'tingga chiqaman. Ko'timga? Ha, shu. Ha, xo'p. Tinchlan, ey robot. Daraxt oshib qoldimi? Yaxshi, demak, oshib qoldi. Biz bulardan cho'pak yasaymiz. 5 ta. Menga bir dona temir kerak. Yo'lat. Bir dona kerak dedim menga. Nimaga nazar solmadingiz? Mayli. Qalqon solamiz. Buni bunaqasiga kiysa bo'lmaydimi? Qalqonim qani? Nima bu pastda? Bolalar bo'ldi. Biz qalqonni bekarga yasadik. Mayli, do'stimga olib qo'yaman. Bu qalqonni. Balki unga kerak bo'lar. Mayli, bu videoda qachonki ko'rkamiz sinsa tugataylikmi? Yo'q. Charchab ketdim-da bolalar. Sizlar uchun video olyapman, lekin sizlar esa menga obuna bo'lmayapsiz. Bu qanaqa adolatsizlik? Obuna bo'ling, men ham sizlarga harakat qilib video olyapman-ku axir. Mayli. Sizlarni ovora qilmay. Axir shu obunani ham bosib qo'ygingiz kelmayapti-ku. Bir dona tugmacha va men atiga 100 mingta 200 ta bo'laman. Shu bitta tugmacha bosib qo'yinglar. Iltimos. Va quyosh botyapti. Shu quyosh botishini sizlarga chiroyligina qilib montaj qilib ko'rsatib qo'yaman. Mana shu chiroyini qaranglar. Va siz shu chiroyga obuna bo'lmayapsizlar. Men buni yana qanday tushunishim mumkin? To'g'ri, obuna bo'lish sizlar uchun qiyin, lekin bu men uchun katta narsani anglatadi. Iltimos, obuna bo'linglar. Bu obuna men uchun eng kerakli narsa. To'g'rimi, robot? Ha, to'g'ri. Senga obuna bo'lishmayaptilar. Men ham xafa bo'lyapman, bolalar. Sizlar menga obuna bo'lmayapsizlar. Va iltimos, obuna bo'linglar. Axir 200 ta juda ham oz qoldi. Va videoni shu joyda tugatishga to'g'ri keladi. Hammaga xayr.